House Mobile'da har kuni kunlik chegirmalar nihoyatda ko'p bo'ladi. Men bugun sizlarga yangi Note 14 Pro Plus 5G smartfoni, рабочий Note 320 310, yangisi 385 turadi. Yangi запечатанный 100% rastamojenniy tovarlarni 12 ga 512 tarisi $420 yaqin turadi. Aynan hozirlarga $330 yangi запечатанныйsini, рабочийsi ham 512 330 bas, undan qimmatroq sotiladi. Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga shunaqangi qiziqarli smartfonlarni 100+ chegirmada taklif etmoqchiman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir bizda iPhone 7 Pro Max ni barcha rangida yuzlab varianti bor inshaalloh va 1650, 1640, 1680 sotilayotgan iPhone 17 Pro Max ni 1640 ga orange rangi. E'tibor markazida bo'ling. 1440 ga orange rangini taklif etaman. iPhone 17 Air shubhasiz 17 smartfonlar ichidagi eng eksklyuzivi, o'zim shuni ishlatyapman. Smartfonni bitta ishlatib ko'ring, haqiqiy yengillikni, qulaylikni his etasiz. Smartfon noyob smartfon. Smartfonning narxini esa xudo xolasa $990 dan $1150 smartfonlar taklif etaman. 6 marta zaryadlanganini esa $1025 ga qilib beraman. Deyarli ishlamagan absolyut yangi narsa. Endi men sizga $169 ga A26 yangidek holatda Honor 400 modellarimiz sun'iy intellekt bilan shunaqangi zo'r ishlab bera oladi. Smartfon hali рабочий bo'lib ulgurmagan $325 ga, hali salafalari ham olinmagan. Redmi Note 13 Pro 5G bunaqasini 170 ga qaytib uchrata olmaysiz. Bu haqiqiy stiklodan ishlangan o'ta eksklyuziv model. Kuni kecha o'zimizdan 300 ga yaqin narxda Honor X9 olishgan edi. Bugun esa $175 qilib beraman. Tasavvur qilyapsizmi? $175 ga oddiy A90 ning narxiga Honor X9 Smart yangi avlod modeli full holatda ishonchni oqlay bilgan Note 13 Pro 8256 $159 evaziga. Note 9 ni $129 ga qilib beraman. Yangida 6 ga 128 talik. $50 dan Realme modellarimiz, $75 ga Oppo ni A7s modeli, $45 ga 10A, o'zi 9A sotiladi bunaqa narxga. Note 13 Pro ni $129 ga 8256, $89 ga Redmi 12 8256, $129 ga Honor X8C. Ekran o'ta yorqin, kamera modullari, tez soatlar kabi jozibali, yuqori ramkali premium modelni taklif etaman. A15 larni 110 dan qo'rdim. Ideal holatda inshaalloh keng kolleksiyada taqdim etaman. S22 ni A- ni $265 ga yangidek holatda. A- S21 ni esa $185 ga. Samsung Galaxy A26 8256 $199 ga. A- holatda S15 $145 evaziga. Galaxy S25 $589 ga absolyut zo'r holatda noyob rangda dual sim kartali varianti. S24 lar 500 sotilyapti, lekin bizda $440 ga ideal sostanida. 24 Ultra'ni $660 ga eSIMlargacha o'tgan. Bu hali hammasi emas. Bizda dual sim kartali Rossiyadan kelgan 24 Ultra $645 ga. A56 hozir qimmatlashib ketdi, chunki bilasiz, sun'iy intellekt operativ xotiralarda o'ta qimmat narxda keng kolleksiyada olayotganligi tufayli smartfonlarga orttirib bo'lmayapti va tannarx ko'tarilgan operativkalarni hattoki 5-6 barobar ko'tarilgan. Bu degani yaqin orada ko'rasizlar, narxlar o'sib ketadi. Shunday ekan hozir smartfonlar mana aytdingizlar, afsuslanmaysizlar. 380 ga ham topish qiyin bo'lgan A56 ni 295 ga qilib beraman. Absolyut yangisi, karokadan ochilingan xolos. Bunaqa variant qaytib bo'lmaydi. Ishoning. Kecha ochishgan, bir kun ishlatishmagan S25 Ultra ni Jet Black rangi, yangi rangi, aynan 512 talisini zakaz bersiz keladi 2-3 kunda. Hozir naqd hamma joyda yo'q bo'ladi. Lekin 512 talikda bir kun ishlagan 256 dan ancha arzon. 970 ga qilib beraman. Bu 25 Ultra ni haqiqiy ishqiboz insonlar uchun. Xudo xolasa 12 Pro ni 300 ga chegirma narxda 340 ga 256.98%lisini, 256 GB 92%lisini $520 ga 13 Pro Max ni taklif etaman. 13 Pro ni esa $128.81 $440 ga. iPhone 12 mini $165 ga No Face ID. iPhone 12 Pro $128.98 $320 ga. iPhone 11 ni $169 ga No Face ID eng ishonchli varianti. 256 100%li iPhone 6 Pro Max hozirgi paytda yangisi 1380 bo'lyapti. Buning narxi esa $1050 ga. iPhone 16 Pro
100 batareyaga ikkita sim kartali varianti 855 dollar evaziga. iPhone 15 Pro Max ni 256 84% 777 dollarga. Eng yangi holatda, hattoki bizda 98%ni 795 ga ham qilib beramiz. Smartfon ideal ikkita sim kartali 128 86% 666 dollarga. Amerika regionida 256 90% ideal sostenida narxi iPhone 13 Pro Max narxidan arzon 570 dollarga. iPhone 14 iPhone 13 narxida 390 dollarga beraman. iPhone 15 Pro ni 128 89% 645 dollarga. 512 85 oq rangli ideal orqasiga prosta noyob qilib laminatsiya bosishgan uchun ishilmadim, lekin ichi tiniq turibdi. Narxi esa 585 dollarga. 128 92 515 dollarga iPhone 13 Pro Max ni eSIMga qadar o'tgan eksklyuziv variantda 256 98 kecha 128 92%larni ham 475 sotgan edi. 375 sotgan edi. Bugun esa 355 dollar evaziga 256 98 ni beramiz. 256 gold rangda eSIMlar o'tgan 380 dollar evaziga. 64 gigabaytli 245 dollarga iPhone 11 Pro modelimiz. Bugun shuncha assortimentdagi smartfonlar taqdim etar ekanman. Har biri alohida ma'no, mantiqqa ega, har biri eng katta, eng mukammal tekshiruvdan o'tgan, har biri sizni bizga butun umrli mijozga aylantira oladi. Bu smartfonlar bizni bugun kelgan barcha tovarlarimiz emas. Bizni ikkinchi filialimizdagi noyob chegirmalarni Telegramga qo'ydim va kun davomida yana zo'r smartfonlar keladi. Storieslarga, Instagram, Telegram profillarga qo'yib boramiz. Bizni kuzatinglar, albatta afsus qilmaysizlar. Biz sizlarni ishonchlarini oqlaymiz degan umidda biz har doim harakatda bo'lgan, mijoz roziligi, mijoz manfaatlarini o'ylaydigan magazinimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizga obuna bo'linglar. Do'stlaringizga smartfon olmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yishni unutmanglar.